Ko'p odamlar bunday mavzuni ko'rib, bu Amerikaning ichki masalasi-ku deb o'ylashi mumkin. Yo'q, bu bizga ham tegishli. Chunki dunyodagi eng qudratli davlatning harbiy apparatini boshqarayotgan odam islomni xavf sifatida ko'rsa, Isroilni deyarli daxlsiz ittifoqchi sifatida ko'rsa va siyosatni urush sifatida tushunsa, bu dunyoqarash musulmon yerlaridan chetda qolmaydi. G'azzoda buning oqibatini ko'rdik. Eronda ham shuni ko'ryapmiz. Ertaga boshqa joyda ham ko'rinishi mumkin. Shuning uchun Pit Hegsethni tushunish faqat bir amaldorni tushunish emas. Bu bugungi Washington qayerga qarab ketayotganini tushunishdir. Ba'zi kitoblar shunchaki kitob bo'ladi. Ba'zilari esa hokimiyat qo'liga tushgach rejaga aylanadi. Pit Hegsethning qarashlari ana shunday xavfli nuqtada turibdi. Bu qarashga ko'ra dunyo murosa bilan emas, kurash bilan boshqariladi. Islom tahdid, Isroil esa tayanch. Siyosat esa oddiy boshqaruv emas, mafkuraviy jang maydoni. Va bugun shu qarashdagi odam Pentagon boshida turibdi. Demak, masala faqat Pit Hegseth emas. Masala Amerikani qaysi mafkura boshqarayotganida.